Diqqat aholiga tezkor xabar. Hozirgina O'zbekiston viloyatlarining birida dahshatli zilzila yuz berdi. Afsuski, bir kishi vafot etdi. Barchani Alloh asrasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Xabarimiz keng tarqalib barchaga e'tibor ishligi uchun like bosishni unutmang. Diqqat qiling, Toshkent shahri va viloyatlarida bugun 12 mart kuni soat 06:16 da 3 ballik zilzila bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Zilzila epitsentri Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan. Zilzila koordinatalari 41,43 gradus shimoliy kenglik, 69,16 gradus sharqiy uzunlik. Zilzila magnitudasi 3,6 ball, chuqurligi esa 10 kilometr. Zilzila epitsentri Toshkentdan 19 kilometr janubiy sharqda joylashgan. Ushbu zilzilaning sezilish kuchi O'zbekiston hududlarida Toshkent tumanida 3 ball 6 kilometr, Olmazor tumanida 3 ball 10 kilometr, Shayxontohur tumanida 2-3 ball 15 kilometr, Uchtepa tumanida 2-3 ball 16 kilometr, Chilonzor, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy tumanlarida 2-3 ball 18 kilometr, Mirobod, Toshkent shahar, Zangiota, Yashnobod tumanlari, Sergeli tumani, Bektemir, Yangi Hayot, Qibray tumanlarida 2 ball 27 kilometrni tashkil etgan. Diqqat qiling, 11 mart kuni Navoiy viloyati Navoiy shahar, Navoiy ko'chasida joylashgan Navoiy azotning 25-sexining laboratoriyasida gaz-havo aralashmasining chaqnash hodisasi ro'y berdi. Yong'in qutqaruv ekipajlari tomonidan hodisa qurshab olingan va albatta o'chirilgan. Chaqnash oqibatida bir kishi vafot etgan, 11 nafar fuqaro esa tan jarohatlari olgan. Hozirda jabrlanganlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi xabarda.